Ertalab birinchi turganda bir stakan suv ichdim, issiq suv. Keyin qilgan ishim bu kollagenim bo'ldi. Ilimsiq suvga kollagen qilib ichdim. Ana endi ovqatdan keyin yodimni ichaman. Xohlagancha suv solasizlar, og'izlaringga tomirsangiz ham bo'ladi suv solmasdan. Lekin men suv bilan ichishni afzal ko'raman. Mana yangi ochyapman o'zimni olib kelgan mahsulotimdan. Turkiya va Italiyada ishlab chiqarilgan kollagenlardan biri bu. Yodlardan biri kollagen adashdim. Endi kattalarga 15 tomchigacha ta bo'ldi. 4 15 ta ana. 15 tomchi. Bu kollagenimiz, qizlar, esingizda tursin. Bu yodimiz, kollagen deyapman. Bu yodimiz bizga selen bilan aralashgan yod. Bunda qaranglar. 150 mg yod va 50 g selen. Bilasizlar, yod постоянно selen bilan yaxshi so'riladi. Menda gipotiroz kasalligi bor. Bilasizlar, gipotiroz kasalligi bu qalb qosimi bez faoliyatini sustlashishi. Tetiga garmonlarni past ishlab chiqarishi, ya'ni sizlarning tilda. Mana shu uchun men постоянно yod va selen ichib yurishim kerak. Mana shu uchun bu safar mana shunaqa yod bilan selenda aralashgandan oldim. Tabletkasidan emas. Bundan avval tabletkasidan ishlatardim. Selen va yodni. Bilasizlar, yodmarin bor-ku, yodmarinning 200 ligi va selenni mana bunaqa Solgar fermasini amnaqasidan selendan ishlatardim. Buni ham effekti yaxshi, lekin yodim qolmaganligi uchun hozir men bunaqa yod va selendan ishlatyapman. Endi buni shunchaki ichaveramiz, tamom.